Shu desangiz Toshkentdan Ukrop Kashnishdan 20 bog'dan ko'tarib keldim. Bu yerda o'zim ekanlarim qurib qolgan. Ham tuvakda unchalik gullab yashnab o'solmas ekan. Kecha qo'polliklar haqida gaplashgandik. Urishib ketishingiz tarafdori emasman, lekin haq etmagan munosabatingizni ko'tarmasligingizni ko'rsatishingiz kerak. Aslida o'ylaymanki, yonimizdagilar bizni o'zimizga bo'lgan munosabatimizni, hurmatimizni ko'rsatishadi. Afsuski, o'zimizga bo'lgan ishonch va sevgi esa bir kunda paydo bo'lib qoladigan narsa emas. Vaqt va mehnat kerak bo'ladi. Buguncha faylasuflik rejimini pauzaga qo'yib, sizga Ukrop va Kashnishni uzoq vaqt qanday saqlash mumkinligini o'rgataman. Lekin aytib qo'yay, bu usul ishlaydimi yo'qmi bilmayman, chunki o'zim ham kechagina Google'dan o'rgandim. Bu usulni oldin bir nechta odamlardan ham eshitganman. Rimda bu ko'katlarni topish qiyin. Juda ham yaxshi ko'rganimdan uzoqdagi ruslarning magazindan olib kelardim. Xullas, Ukrop bilan Kashnishni tog'oraga solib, yaxshilab yuvasiz. Keyin quyoshda quritishingiz kerak. Yomg'ir yog'ib ketsa, uyni ichida quriting. Bir tomchi ham suvi qolmagandan keyin to'g'rab tuzlaysiz. Qancha tuz soling deb so'ramang. To'g'ri deb hisoblagan miqdoringizda soling. Keyin ularni havo kirmaydigan konteynerlarda muzlatgichda 2-3 hafta saqlasangiz bo'lar ekan. Agar muzxonaga qo'ysangiz, oylab ham turadi. Rahmat aytish shart emas, shunchaki obuna bo'ling.